Lekin bu yosh bolalarda hali kiyimi, hali o'qishi, hali qorni bor ekan. Bu uyda shunday muzlab qoldi. Men 3 bolam bilan kichkina qiynalib qoldim. Yordam berib qo'yinglar, so'ranish. Shu yerga kelgandan keyin bizning kuchimiz yetmay qoldi, g'arib qoldik, qiynalib qoldik, turolmay qoldik-da. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlarni kuzatayotgan aziz dindosh, vatandosh qirg'iz elimiz, Alloh taologa hamd aytamiz. Mana bugun Allohning fazli bilan juma kunda mana shu joyda yig'ilib turibmiz. Mana shu joyga yig'ilib turishimizning sababi mana shu Aydaxon ejamizni ko'ygo'si bizni mana shu yerga olib keldi. Allohning fazli bilan 3 farzandi bilan turmushi bo'lmay o'z ota eshigiga kelib, hoji tog'ami oldida shu o'tiribdi hozirgi kunda. Alloh taoloning fazli bilan bu davlatimiz bergan yerga shu 1 sotidan bu yerda munitsipalniy qilib turib yer berishgan. Mana shu yerda ejamizni klassdoshlari mana shu joyigacha bir himmat qilishi, betonlar qurildi, odamlar yordami bilan g'ishlar urildi, tomlar yopildi. Hoji otam bilan hoji onami yordami, bularning pensiyalari ham shu uyga ketib, mana shu joygacha kelib, bu uyda shunday muzlab qoldi. Shu go'daklarimiz, farzandlarimiz shu oqsoqol bilan enani qo'lida. To'g'ri tushunasizlar, pensiyaga bu bilan tirikchilik qilib bo'lmaydi. Ejamiz ham o'zi ozmoz u yoqqa tirikchiligiga chiqib turadi, lekin bu yosh bolalarda hali kiyimi, hali o'qishi, hali qorni bor ekan. Alloh taolodan bir oliy himmat tilab, mana shu uyni bitirib beraylik deb biz bulardan o'zimiz yordamga keldik. Alloh taolo bularga bir yengillik bersin. Sizlar ham bir aka-ukalar qarab turmasdan bularga yordam bersanglar. Bilasizlar, doimgidek biz shu uylar quramiz. Ko'p xonadonlarga borib bular dardini eshitamiz, duosini olamiz. Bular ham xuddi shunday biz bunday aytganda bir qaramog'imizga olaylik degan oilalarimizdan biri bo'ladi. Shunga aydaji ozmoz bir elga qayriluvimiz bo'lsa, sizdan ham bir so'z eshitsak degan umidimiz bor edi. Assalomu alaykum, qanday jaslar bu? O'sha men 3 bolam bilan kichkina qiynalib qoldim. Yordam berib qo'yinglar, so'ranish. Klassdoshlarim o'sha yoqqa olib keldi. Odan keyin sal xarajatim yetmay qoldi. O'sha yoqqa kichkina yordam berib qo'yinglar. Rahmat, sizlarga ham Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik emas qilib qo'lda qo'shtig'ingizga rahmat. Qirg'iz elim kichkina yordam berib qo'yinglar. Mana ko'rib turibsizlar, Xudo xolasa o'z dardini bunday ko'rinish holatdan ham Alloh taolo odamni qanday holatlarni o'zi ko'rsatadi. Hojova, siz ham bir elga qayriluvimiz bormi? Mayli. Abdullah shaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo o'ziga cheksiz maqtovlar aytamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam durus salovatlari bo'lsin. Rahmat elga, yurtga rahmat. Shu qizma men peshinasi ekan shunday bo'lib keldi. Bizning uyda 5-6 yildan beri yashayotadi. Klassdoshlari demirga ko'tarib yordam berib, fundamentni qo'yib, qo'ldan kelishincha yordam berib, yordam berib, shu yerga kelgandan keyin bizning kuchimiz yetmay qoldi, g'arib qoldik, qiynalib qoldik, turolmay qoldik-da. Shuga qo'lingizdan kelsa yordam berib qo'yinglar. Shuga qo'lingizdan kelsa yordam berib qo'yinglar. İşinizga egrik bo'lsin. Xo'p, aka-uka, birodarlarimiz, biz o'z karta nomerlarimizni videolarimiz ostiga qo'yib o'tamiz. Yana og'zaki emma kartamizni aytib o'taylik. 0558 bilan 088 400 raqamida Muhiddin X bo'lib chiqadi. Yana bir bor qaytarib o'tamiz. 0558 bilan 088 400 raqamida Muhiddin X bo'lib chiqadi. Mana shu nomerga yedinsa qilsanglar ham bo'ladi va mana shu nomerga telefon qilib, kimni qanday homiychiligi bo'lsa, bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi. Inshaalloh bu yerga ertadan ustalarimiz kelib ishni boshlaydi. Shoshilib qo'yinglar, Jannat qasr loyihamiz davom etadi. O'z jannatingizni mana shu hayotda qurib oling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.